Assalomu alaykum hammalarga. Osiyo chempionatida mani yonimda legendarniy Lazizbek Zakirov. Lazaka Kubok Mira to'g'risida aytib bersangiz, qanaqa bo'lgan Jahon Kubogi? 1998-yilda Jahon Kubogiga ishtirok etganman. Jahon Kubogida birinchi Osiyo qit'asidan tanlab olingan 3 ta jang g'olib chiqqanman va Yevropani, Amerika hamma qit'alardan 8 ta zo'r bokschini yig'ib, bu yerda ham final uchrashuvi bo'lgan. O'sha final uchrashuvi 3 ta boy yutib turib, Jahon Kubogini qo'lga kiritganman. Plus 91 kilogramm vaznda. Super tez. Mana hozir bunda Shah viloyatida sport kollejida murabbiy bo'lib ishlab kelmoqchiman. Shogirdlarim ko'p. Mana ertaga yosh qizlar o'rtasida, kichik o'smirlar qizlar o'rtasida 3 nafar shogirdim finalga yo'llanmagan. 3 nafar. Xudo xolasa 3 ta oltin medal olishga harakat qilaman. Inshaalloh. U15 kichik o'smirlarda ishtirok etyapti. Ichida 58 kilogramga tushadigan o'zimni farzandim, 3-farzandim. U ham Ismlari nima? U Muqaddas Zokirova. Muqaddas Zokirova. Eslab olinglar bu ismni. 3-farzandim finalga yo'llanma olgan va 40 kilogramda Nosirova Ominaxon va 35 kilogramda Zoirova Sarvinoz. 3 ta shogirdim ishtirok etyapti. Bokschilarni anchadan beri shug'ullantirib kelaman. 5 yil davomida shug'ullantirib kelmoqdaman. Bular 8 yoshdan o'zimizni mana bu mahallamizning qizlari. Bizda mahallada boksga qizlar ota-onalar bermaydi, juda qiyin. Faqatgina men o'zimni mana Aziza Zokirova, Jahongir Zokirovni shug'ullantirganligim uchun shularni ko'rib va prezidentimiz ularga mo'shin beradiganini, uy beradiganini va katta yutuqlarni qo'lga kiritadiganini ko'rib, farzandlarini boksga bergan qizlardi. Lekin hozirgi kunda juda ko'payib ketdi qizlar. Hozir yana berishyapti qizlarini zo'r sportchi qilish uchun. Qo'limdan kelgancha o'sha mahallamizda, Toshkentlik mahallasi bizda Sharrashid tumaniga qaraydi. O'sha mahallani qizlarini chiqaryapman. Mana bugun 3 tasi Osiyo chempionatining finalida. Mana Aziza qizim hozir e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, borgan sari juda yaxshi natijalarni qo'lga kiritib kelyapti. Aziza qizim Jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritdi. Stranza turnirida oltin medalni, Osiyo chempionatida kumush medalni. Xudo xolasa men o'ylayman, bu ham Diyorovaga o'xshab, bu ham kumush, bronza, shunday oltin bo'lib yurardi-da. Olimpiada davriga borganda bu qizimiz 23 yoshda bo'ladi. Eng kuchaygan vaqtiga to'g'ri keladi. Ana shu payt Olimpiada chempioni bo'lib beradi degan fikrdaman. Turmushga chiqishga hali shoshiladiganim yo'q. Hamma Xudo xolasa baxtini topadi. Bu dunyoda baxtini topmagan odam yo'q. O'zingiz bilasiz. Birinchi o'rinda mana xizmat qilsin, chempion bo'lsin va karyerasini ko'tarib olsin. Mana hozir Jahongir Zokirov xabarlaringiz bor. Oxirgi marta Braziliyada Jahon Kubogida jang qildi. 3-o'rinni oldi. Lekin men uni yutqizdi deb o'ylamayman. Sababi hali u boksga tayyor emas, chunki fizически trenirovkalarni qilgan, Amerika Qo'shma Shtatlarida vес tashigan 18 kilo juda ham tez bo'lib, yaxshi bo'lgan, lekin hali o'sha vesiga yoki anosiga to'g'ri kelgani yo'q vaqtiga. O'tgan safar ham Amerikaga borib kelgan kuni Uralboyga yutkazib qo'ydi. Bu Qozog'istonlik jahon chempioniga va 2 oy o'tgandan keyin
uni knockdownlar qilib g'alaba qozonadi. Xuddi shunday holat ko'zimda. Har doim Amerikadan kelganda fizikalari yaxshi bo'ladi-yu, lekin hali mana bu sparring partnyorlar bilan ko'p boksga tushmaganligi sababli uni formada bo'lmaydi. Mana endi vaqti bilan formaga kirib boradi. Mana xabar, mana aytyapman, e'tibor berasiz, chunki men ham o'rganib oldimda bu narsani. 1 oy, 2 oydan keyin buni dunyoda yutadigan bola bo'lmaydi. Sababi o'tgan safar ham xuddi shunday holat bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu boksni rivojlantiradigan O'zbekiston boks federatsiyasi, mana Olimpiada qo'mitamiz, Respublika Olimpiada qo'mitasi va vazirlik, jismoniy tarbiya sport vazirliklari juda ham oxirgi yillarda juda ham sportga, ayniqsa boksga, hamma sport turiga juda qattiq e'tibor beryapti. Mana tumanlarda, mahallalarda o'zlari kirib, har bir bolani e'tibor berib, ruhlarini ko'tarishib, vazirlarimiz va Otabek Umarov o'zi yaqinda Jizzaxga borib, qancha sportchilarni ruhiyatini baland ko'tardi. Mana vazirimiz ham xuddi shunday bo'ldi. Men ularga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi mana bitta biz bokschilar, sportchilar oilasi biz. Bizga o'xshagan o'zi mahallalarda, tumanlarda yashaydigan murabbiylar, sportchi oilalar juda ko'payib boryapti. Yaxshi sportchilar. Hammalariga rahmat. Mana albatta aytib o'tmasdan iloji yo'q. Sakin Jittibayevni. Sakin Jittibayevich mana shu boksga e'tibor berishni boshlaganlaridan beri faqat bizning O'zbekistonimiz Olimpiada, jahon chempionatlari, Osiyo chempionatlarida faqat birinchi. Butun O'zbekiston xalqini og'zida shu fikrida bizning o'zbek boksimizni haqiqiy o'zini kuchi namoyon bo'lib kelmoqda. Avvalambor o'z minnatdorchiligimizni bildiraman Saken Jittibayevichga. Sababi mana bitta biz bokschi oila bo'lsa, sportchi oila bo'lsa, bizga juda ham ko'p yordamlari tegyapti. Farzandlarimni Amerika Qo'shma Shtatlarida mana hozir Aziza Zokirovani ham ko'rib chiqishyapti. Amerikada trenirovka birinchi qizlar o'rtasida ham Amerikada professionalda bir tayyorlab ko'rish yo'llarini har doim shu davlatimizda bir yangiliklar bo'lishini xohlayman. Hamma tomonlama, faqatgina boksdan, sportdan birinchi emas. Dunyoni hamma ishidan O'zbekistonimiz birinchi bo'lishini xohlayman. Xudo xolasa bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa mana yaqinda o'ylayman shu xizmat ko'rsatgan murabbiy oladigan trener bu Lazbek Zakirov. Mana bugungi bizani bayramimiz Osiyo chempionati